Menda eng ko'p xato qilgan narsam bu meni shoshqaloqligim bo'lgan. Ko'p mana bolaligimda rosa shoshqaloq bo'lganman. Institut vaqtida ko'p shoshib qarorlar qabul qilganman-da. Va nima uchun buni xohlaganman? Ko'proq besh olish uchun, atrofdagilar meni tan olishi uchun, bir so'z bilan aytganda, aqlli qizaloq bo'lish uchun, yaxshi qiz pozitsiyasi, Zolushka pozitsiyasi uchun shu narsada yashaganman. Lekin na to'g'ri dugonalarim bo'lgan, misol uchun. Atrofimda aksincha meni ustimdan kuladigan insonlar ko'p bo'lgan. Nimaga? Tezroq boshqalarga yaxshi ko'rinish, ko'proq yutuqqa erishish uchun. Odam shoshilmaganda, o'zini eshitib, shoshqaloqlik emas, balkim boshqalarga yoqishmas, o'ziga yoqish uchun harakat qilishni boshlaganda, o'zi uchun qadam tashlash boshlaganda, uni atrofida do'stlar ham ko'payadi, uni yaxshi ko'radigan insonlar ham va 10 ta emas, bitta 5 olsangiz ham o'sha sifatli 5 bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar agar siz shoshib qaror qabul qiladigan bo'lsangiz, bugundan to'xtang va 10 ta emas, bitta sifatli ish qiling, natija sizni xursand qiladi.